Abdumutal bu obunachilarimiz Instagramdan yozishyapti. Reklama narxini 400 ming, 500 ming deb o'ylashyapti uka. Aka qanaqa men o'tgan safar qo'ydim, 10-kuni qo'ydim. Reklama narxi 200 mingdan deb qo'ydim. Jon aka, keyingi oy 10-gacha aka. 10-iyundan 10-iyulgadir 200 ming so'mdan. 200 ming so'm ham demak uka. Ikkovimiz borib juda ham chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Obunachilarimiz uchun 150 ming so'mdan uka. 150 mingdan bo'lsa bo'ldi, qilib beramiz aka. Keyin bundan tashqari bonusi ham bor aka. Bonusi ham bormi? Qarang, bonusi Telegram bilan YouTube'ga mutlaqo bepulga olib beramiz, faqat mashinalarni aka. Mashinalar aytilgan lokatsiya bo'yicha olib kelsa, lokatsiya bo'yicha olib kelsa, qo'yib beramiz mutlaqo bepulga aka. Qarang, bu 150 ming deganingiz ichida aka. Instagram, YouTube, Telegram, TikTok aka. Mashinaga qo'yib beramiz aka. Qarang, qilib beradigan reklamamiz mashina oldi sotdi, uyda oldi sotdi. Kiyim-kechak magazin. Musullarni keyin ishlab chiqarish, keyin fast foodlar bo'lsa, so'rab reklama qilamiz. Faqat andaqa joyda reklama qilib beramiz. 150 ming esa Farg'ona territoriyasi bo'yicha aka. Bo'lmasa pastda nomer qoldirib ketaylik. Bo'ldi aka, pastda nomerimizni qoldiramiz. Pastda nomer qoldiramiz. O'tib aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib borib, ma'rifatli video qilib, xalqqa foydamiz deydigan reklama qilib beramiz. Vine orqali boshqa orqali ham chiroyli reklama qilamiz. Mana shu videoda reklama qildiraman degan do'stlarga tashab qo'yinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aloqaga chiqsam, xalqqa foydamiz deydigan qilib, skidka qilib xolos do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.